say you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Hammaga salom do'stlar. Sizlar yangi videomga xush kelibsiz. Nimaga anchadan beri video chiqmadi desalaring, meni dizaynerim bilan urushib qoldik. Keyin yana yarashganmiz. Preview tayyor bo'ldi. Shuning uchun hozir video olyapman. Xo'p, qani biz unda videoni boshladik. Xo'p, bugungi videomiz o'zim haqimda 100 ta fakt aytaman. Xo'p, agar shu videoda 20 ta like yig'salaring, men Telegram kanalimda o'zimni yuzimni ko'rsataman. Qani go. Bir kuni bitta o'g'il yoshligida o'lib qopti. Snickers yeyman. A few moments later. Men nomim Rahmonali, familiyam Berdialiyev, 13 yoshman, 7-sinfman. Hozirda obunachilarim 209 ta. Men YouTube'da 2004-yil ochganman va faoliyatimni 2025-yil boshlaganman. Mening maqsadim shu yil oxirigacha 1000 ta bo'lish. Meni orzuyimdan yana biri, men Turkiyaga sayohat qilmoqchiman. Xo'p, videoni davom ettirishdan oldin biz bir reklamaga o'tib kelamiz. Qani go. Mana reklamani ham ko'rdik, yana faktlarni boshlaymiz. Xo'p, men qish faslini yaxshi ko'raman. Ha, yana bir gap. Sizlar meni kanalimga obuna bo'ling va men esa har bir obunachi kelsa, u 1 gram hisoblanadi. Va agar shu bitta videodan 1000 ta obunachi kelsa, ya'ni 1 kilogram bo'ladi. Adashmasam. Va men u 1 kilogram ovqatni mushuklarga tarqataman. Iltimos kanalga obuna bo'ling va mushuklarni boqing va meni esa bankrot qiling. To'g'ri, bu Vegetadan olingan. Vigotda aka, shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz uzr. Xo'p, yana faktlarga ketdik. Men sayohat qilishni juda yaxshi ko'raman. Men hozirgi kunda tomog'im og'rigan, shuning uchun tovushlarim o'zgargan. Men mushuk uy hayvonini yaxshi ko'raman. Men keyingi videomda Ender qizcha bilan intervyu olaman. Bu yerda o'zingizda faktlarimiz tugadi. Kanalga obuna bo'ling va meni bankrot qilib, mushuklarni ovqatlantiring. Hammaga xayr. Videomni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Biz shu video orqasiga agar 220 ta bo'lsak, men Ender qizcha bilan intervyu olaman.